uyda kattalar yo'q bo'lsa men mana tozalikka qarshi kurashib olardim-da. Men haligi ovqat yeb bo'lib idishini yuvib beradigan odamlarni hech ham tushunmasam-ki, qaysi sayyoradan kelgansizlar? Men muhlat beraman dedi, bir 2 kun muhlat beraman idishlarga. Chunki erkak shunaqada hali oddiy ish qilgisi kelmaydi, o'zini ishini qiyinlashtirish kerak. 2 kun to'play qozon bo'lsa bir hafta yo ayam kelib qolishga 1 soat qolganda. Qizlar sizlar maksimum bir 15 tidish yuvgandirsizlar. 3,5 ming tidish yuvganmisizlar? 1,5 mingtasi tarelka, mingtachini 28 ta mont qozon, 8 ta qozon bo'ladi, bittasi mahallani sumalak qozoni bu. Ayam kelishiga 1 soat qolganda eplab beradi. U eng qizig'i uyda qilinadigan ishlarda eng qiyini men misol qilgan bo'lsa, agarotdagi ish bo'ladi-yu. Shu kartoshka ekish men noqonuniy narsa ekishdek tasavvur qilardim. Shunaqa ko'nglim tortmasdi. Eng qizig'i hali kartoshkani kavlayapsiz, ketimon urgan joyingizda kartoshka bo'ladi-da. Men 2 bo'lib berdim, keyin bunday o'likni bekitgandek kavlab bekitib berdim. Bu yoqqa qarab berdim, biroq ko'rmadim.